Assalomu alaykum Trend mebellar kuzatuvchilari. Mana yana bir mijozimizga xizmat ko'rsatdik. Aka bu yerda qaysimi? Dang'ara. Dang'ara tumaniga yetkazib, olib kelib, o'rnatib berdik. Aka ish sifati qalay? Yoqdimi ish? Ha, ishlanga gap yo'q. Shu o'tgan yil ukamga o'zimga zakaz qildik. Bu yil endi mana xudo xolasa ukamga ham shu mebel taqib turibdi. Ana akamizni mana o'ziga ham qilib, ukasiga ham zakaz qildi. Ishlarimiz mana yangi holatda ko'rishingiz mumkin. Hozirda ishimizda o'zgarish bo'lgan. PVF kilometrlarini mana o'zgartirib, akamizga maxsus zakaz bilan ishlarini ochiladigan qilib tayyorlab berdik. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Mebel bo'yicha to'liq videomiz kanalimizda turibdi. O'tib ko'rishingiz mumkin. Bu hozirda ko'rishingiz mumkin shkaflari kichik holatda. Zakazni qilib joyiga tushmaganligi sabab 220 holatda shkaf tayyorladik. Tumbolari ham 35 sm da mana kichik holatda tayyorlab berdik. O'zi standart klassik razmeri 50 sm, shkafimizga 240. Nomerlarimizni chiqarib qo'yamiz. Bemalol shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavkasi mavjud. Vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar.